o'yin ko'msan, qo'yish o'ynamsan, yana nima ish qilmayman deding? Qizlarning vishnasini jalamayman. Sening veshningda hammamiz o'g'on bo'lman. Ya, xeyridalar qizlar. Siz hamda meni yaxshi ko'rdigan odam chuqur meni ham yaxshi ko'rish kerak deb o'ylamsiz. Qizlarga nisbatan bo'lsa shu hamda muhabbat to'g'riliqda yo'q. Mayli keyin to'y qilsaqmi shu meni yaxshi ko'rsa deb. Hamda urug' tuqqan ota-ona degan u boshqacha. Sizning dadangizning o'chi bir bundaq adam borda, ammo bu odamning qizi bilan siz do'st. Siz doim bir xil u qiz bilan yaxshi nima qilsiz, u qizning dadasi bo'lsin salom qilsiz. Mush qilganingiz dadangizga vafosizlik qilgan bilan vafosizlik qilganlik hisoblanamdi deymi? Yo'q, vafosizlikqa kirmaydi. Nima kirdingiz? Salomlashib o'tish hamda normal ahvol deb o'ylayman. Unda siz bilan bir to'y qildi. U boshqa birsini yaxshi ko'ra qolsa, bu vafosizlik bo'lamdi yo, bu uni nima deymiz endi? Vafosizlik bo'ldi. Chunki ikkimiz masalan muhabbat bo'lsak, men bilan yurib degan boshqa qizlarni yaxshi ko'rib qolsa, hamda shu albatta vafosizlik bo'ldi-da shu. Siz buni vafosizlik deb qaraysiz? Ha, to'g'ri. Siz taqa to'y qilish oltida emaskansiz. Sizning psixik yashingiz to'limi kichik. O'zingizda bir qimmat ko'z qarash, dunyo ko'z qarash yo'qolib ekansiz. Bundosh bir qan vaqtda sizda bexatarlik tuyg'usi yoki anchongan to'lim tuvan bu xil ahvolda sizning amro tepishingiz bir qadar tez to'xtaydi. Topgan taqdirdimi bu amroning sizning nurg'un o'lchamlaringizga mos kelish ehtimollik nihoyat tuvan bo'ldi. Ham sizmi qarshi tarafni rohat xushal qilolmaysiz. Qarshi tarafga ma'lum darajada besim ekib qo'ysiz. Shunga sizga qiziqadiganlik ko'p bo'ladi, ammo arilishib tezla arilib ketish ehtimolliqi bir qadar yuqorilgan gap. Ali muallimning eng yangi darslarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, salonimizni qo'shib eling. Salon izlash nomi muallim 小红书